millatning dardiga darmon bo'lmoq vazifangizdir. Endi mana shu millatni viloyatlarga bo'lib, parchalab o'tirishning hech qanday keragi yo'q. Bundan bir 50-60 yillar avval shunaqa bo'linish judayam ko'p bo'lgan, kuchli bo'lgan. Bir tomoni surqash, ikkinchi tomoni fan deb yaxshi Xudoga shukr bu narsalar yo'qolib ketdi. Lekin hali ham shu u viloyat, bu viloyat, Toshkent degan bir fikrlar bor. Men bugun toshkentliklar haqida mulohaza yuritmoqchiman. Toshkentlik deganda kimni tasavvur qilamiz? Hozir ikkitasini aytib bermoqchiman. Birinchisi bu Xo'ja Ahror hazratlari bo'ladi. To'g'ri, u Toshkent shahridan emas, Toshkent viloyatidan, lekin u o'zini toshkentlik deb hisoblagan. Shuning uchun ham Toshkandi degan tahallus olgan. Bu odam kim? Avliyo odam. Diniy, dunyoviy ilmlar bo'yicha yuksak natijalarga erishgan piri komil inson. U judayam boy bo'lgan. Endi tarixiy manbalarda uni qoralab ko'rsatishadi. Barchasi yolg'on. Judayam saxiy, nihoyat darajada oqko'ngil inson bo'lgan. Mirzo Ulug'bekning o'limida uning hech qanday qo'li yo'q. Bu hammasi uydirma. U odam boy badavlat bo'lishi bilan birga saxiy, kambag'alparvar inson bo'lgan. U kim so'rab kelsa, albatta qo'lini quruq qaytarmasdan sovg'a salomlar bergan. Shunaqangi ko'p xayr ehsonlar qilganki, yilning oxiriga kelganda qarz bilan chiqar ekan. Keyin yana boylik to'plab, yana kambag'allarga beraverar ekan. Mana sizga Toshkentlik. Ikkinchisi bu Abdulla Qodiriy bo'ladi. Abdulla Qodiriy butun Turon zaminini qanday qilib boshqarish kerak ekanligini o'tgan kunlar asarida aniq tiniq qilib ko'rsatib bergan. U Toshkentning alohida davlat bo'lishiga tish tirnog'i bilan qarshi bo'lgan. Asarda Azizbek Toshkent hokimi Qo'qondan ajralib chiqib Toshkentni alohida davlat qilamiz deb harakat qilganda, Otabekning otasi Yusufbek hoji unga qarshi isyon ko'taradi. Shahar darvozalarini Qo'qon xoniga ochib beradi. Toshkentning alohida davlat bo'lishi naqadar ayanchli ekanligini mana shu asardan ko'rishimiz mumkin. Yana bir narsa shuki, bu asarda Zaynab timsoli bor. Toshkentning alohida bo'lishi bu jinnilik deb Zaynab timsoli orqali yozuvchimiz bizga ko'rsatib bergan. Shuning uchun biz viloyatlik, toshkentlik, vohalik, vodiylik deb bo'lmasdan bitta millat bo'lib, bitta xalq bo'lib shakllanishimiz, birlashishimiz kerak ekan. Ulug' insonlardan hamisha o'rnak olishimiz zarur.